Agar siz pensiya, nafaqa, kompensatsiya, bola puli yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarni kutib, nega pulim bir necha oydan beri tushmayapti? Hisobotda chiqyapti, lekin kartaga kelmayapti. Mahalla aytadi, tasdiqlangan. Bank aytadi, pul yo'q degan savollar bilan yurgan bo'lsangiz, bugungi video siz uchun juda muhim. Chunki bu masala faqat bitta odamning muammosi emas, minglab oilalarning oylik rejasiga, dori darmoniga, kommunal to'loviga, kreditiga va bolalarning xarajatiga ta'sir qiladi. Men bugun PJ hisoboti, ya'ni pensiya jamg'armasi va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha hisobotlarda pul ko'rinib, amalda nega kechikib tushishi mumkinligini sodda tilda. Lekin ekspert sifatida batafsil tushuntiraman. Qaysi holatda xavotir olish kerak, qaysi holatda kutish tabiiy, qachon ariza yozish kerak, qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak. Bankka bo'lish kerakmi yoki pensiya jamg'armasigami? Hammasini birma-bir aytaman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men sizga aniq amaliy yo'l xaritasini beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avval tizim qanday ishlaganini tushunib olaylik. Ilgari ko'p hududlarda ijtimoiy to'lovlar jarayoni nisbatan oddiy ko'rinardi. Fuqaro hujjat topshiradi. Mahalla yoki tegishli tashkilot ma'lumotni kiritadi. Pensiya jamg'armasi yoki mas'ul organ to'lovni shakllantiradi. Keyin pul bank kartasiga yoki naqd tarzda yetkaziladi. Odamlar odatda bir oy ichida natijani ko'rishga o'rgangan edi. Masalan, nafaqa tayinlangan bo'lsa, keyingi oyda kartaga tushadi. Pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, farqi 1-2 oy ichida beriladi deb o'ylashardi. Hozir esa jarayon ancha raqamlashtirildi. Bir tomondan bu yaxshi. Inson omili kamayadi, korrupsiya xavfi pasayadi, ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Lekin ikkinchi tomondan elektron tizimda bitta raqam noto'g'ri kiritilsa, bitta baza yangilanmasa, bitta tashkilot ma'lumotni kech yuborsa, butun to'lov zanjiri to'xtab qolishi mumkin. Oddiy misol, fuqaroning pasport ma'lumoti yangilangan, lekin bankdagi karta eski pasport ma'lumotiga ulangan, yoki fuqaro yangi kartani ochgan, lekin pensiya jamg'armasi tizimida eski karta qolgan, yoki fuqaroning yashash manzili o'zgargan, lekin mahalla, soliq, kadastr bandlik yoki boshqa bazalarda eski ma'lumot turibdi. Natijada tizim fuqaroning huquqini to'liq tasdiqlay olmaydi va to'lov tekshiruvda, qayta ishlashda rad etilgan, jo'natilgan, lekin qaytgan kabi holatda qolib ketadi. Ko'pchilik hisobotda pul bor ekan, nega kartaga tushmayapti deb so'raydi. Mana shu yerda muhim farq bor. Hisobotda summa shakllanganda bu pul albatta sizning kartangizga yetib bordi degani emas. Hisobotda hisoblangan summa bo'lishi mumkin, to'lov reyestriga kiritilgan bo'lishi mumkin, bankka yuborilgan bo'lishi mumkin, lekin bank uni qabul qilmagan yoki karta faol bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan esa byudjetdan moliyalashtirish bosqichi kechikadi. Ya'ni hujjat tayyor, ro'yxat tayyor. Lekin pul ajratish grafiki keyingi sanaga suriladi. Birinchi katta sabab ma'lumotlar bazalarining o'zaro solishtirilishi kuchaydi. Oldin ko'p holatda hujjatga qarab qaror qabul qilinardi. Hozir esa tizim bir vaqtning o'zida bir nechtadan tekshiradi. Shaxsiy ma'lumotlar, oilaviy tarkib, daromad, ish joyi, pensiya staji, nogironlik ma'lumoti, bank rekvizitlari, yashash manzili. Hatto ayrim hollarda mulk va transport haqidagi ma'lumotlar ham tekshiriladi. Bu tekshiruvlar ichida nomuvofiqlik chiqsa, pul kechikadi. Ikkinchi sabab hisobot davrlari va to'lov davrlari bir-biriga to'g'ri kelmasligi. Masalan, qaror mart kuni tasdiqlangan bo'lishi mumkin, lekin mart oyi to'lov reyestri martda yopilgan. Shunda sizning pulingiz avtomatik ravishda aprel reyestriga tushadi. Agar aprel reyestri ham qo'shimcha tekshiruvga ketib qolsa, amalda 2 oy kutib qolasiz. Odam martda tasdiqlandi, nega mayda tushyapti deb hayron bo'ladi. Aslida sabab reyestr yopilish sanasi, moliyalashtirish jadvali va bank o'tkazmasi ketma-ketligida bo'ladi. Uchinchi sabab bank kartasi bilan bog'liq muammolar. Bu juda ko'p uchraydi. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, karta boshqa bankka o'tkazilgan, plastik karta egasining FIshi bazadagi ma'lumot bilan bir xil emas. Hisob raqami yopilgan, fuqaro telefon raqamini almashtirgan va bank ilovasiga kira olmayapti. Natijada pul jo'natiladi, lekin qaytib ketadi. Fuqaro esa menga pul ajratilmagan deb o'ylaydi. Aslida ajratilgan bo'lishi mumkin, faqat bank darajasida to'xtagan. 4-sabab qayta hisoblash va tekshiruvlar. Ayniqsa pensiya, staj, ustama, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, bola puli kabi to'lovlarda qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi. Masalan, inson 3 yil ishlaganini aytadi.
Lekin mehnat daftarchasida 27 yil ko'rinadi. Qolgan 3 yil arxidan tasdiqlanishi kerak. Arxiv javobi kechiksa, pensiya miqdori ham kechikadi yoki nogironlik guruhi uzaytirilgan. Lekin tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumoti elektron tizimga kech tushgan. Shunda to'lov vaqtincha to'xtab turadi. 5-sabab insonning o'zi xabarsiz qoladigan ma'muriy o'zgarishlar. Masalan, fuqaro boshqa tumanga ko'chgan. Pensiya ishi eski tumandan yangi tumanga o'tishi kerak. Bu bir kunda bo'ladigan ish emas. Hujjatlar elektron bo'lsa ham ayrim ma'lumotlar solishtiriladi. Qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov bor yo'qligi tekshiriladi. Shu davrda 1-2 oy kechikish bo'lishi mumkin. Agar fuqaro o'zi borib holatini tekshirmasa, bu kechikish yanada cho'ziladi. Endi eng muhim savol, qaysi holatda odam darhol harakat qilishi kerak? Men buni aniq ajratib beraman. Agar sizga to'lov odatda har oyning 5-10 sanasida tushib kelgan bo'lsa, lekin bu oy o'chib 5 kun kechiksa, darhol vahimaga tushish shart emas. Banklararo o'tkazmalar, dam olish kunlari, bayramlar, reyestr yuklanishi sababli bunday kichik kechikishlar bo'lishi mumkin. Masalan, to'lov juma kuni reyestrga tushgan bo'lsa, bank uni dushanba yoki seshanba kuni qayta ishlashi mumkin. Bu normal holat. Lekin bir oy o'tdi, pul tushmadi. Sizga hech qanday SMS kelmadi. Bank ilovasida ham kirim yo'q. Mahalla yoki pensiya jamg'armasi kutib turing deyaverdi. Mana bu holatda tekshiruvni boshlash kerak. Ayniqsa sizning daromadingiz faqat shu nafaqa yoki pensiyaga bog'liq bo'lsa, kutib yurish xavfli. Chunki ba'zi muammolar o'z-o'zidan hal bo'lmaydi. Karta yopilgan bo'lsa, tizim har oy yana o'sha yopiq hisobga yuborishga urinishi mumkin. Ma'lumot nomuvofiq bo'lsa, siz hujjat olib bormaguningizcha o'zgarmaydi. 2 oy va undan ko'p kechikish bo'lsa, men buni oddiy kechikish deb qabul qilmayman. Bu yerda albatta sabab bor. Hujjat yetishmayapti. Bank rekviziti noto'g'ri. To'lov qaytgan, reyestrga kirmagan, ariza holati yakunlanmagan yoki fuqaro to'lov olish huquqini vaqtincha yo'qotgan deb belgilangan bo'lishi mumkin. Birinchi misol, Almodakes yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Yanvar oyida kartasi muddati tugagan. U yangi karta ochgan, lekin pensiya jamg'armasiga yangi karta ma'lumotini bermagan. Fevral pensiyasi eski kartaga yuborilgan vaqt aytgan. Martda ham tizimda eski rekvizit turgani uchun yana muammo chiqqan. Otaxon 2 oy pensiya bermayapti deydi. Aslida muammo pensiya tayinlanmaganda emas, bank rekvizitida. Bunday holatda yangi karta ma'lumotini pensiya jamg'armasiga yoki mas'ul bank bo'limiga rasmiy tarzda berish kerak. Ikkinchi misol, ona bola puli uchun ariza bergan. Mahallada tasdiqlandi deyilgan. Lekin oilaning daromadi soliq bazasida yuqoriroq ko'ringan. Chunki turmush o'rtog'i avval ishlagan korxonadan hali ham daromad hisoboti yopilmagan. Amalda u ishlamayapti, lekin bazada daromad bor. Tizim avtomatik tekshiruvda arizani ushlab turadi yoki rad qiladi. Ona mahalla aytdi, pul tushadi deb 3 oy kutadi. Bu yerda masala shundaki, korxona yoki soliq bazasidagi ma'lumot tuzatilmasa, to'lov chiqmaydi. 3-misol. Nogironlik nafaqasi oluvchi shaxsning tibbiy xulosasi iyun oyida uzaytirilgan, lekin elektron ma'lumot tizimga iyul oxirida tushgan. Shu sababli iyul nafaqasi vaqtincha to'xtagan. Avgustda qayta hisob qilinganda iyul uchun ham qo'shib berilishi kerak. Lekin agar qayta hisob reyestriga kech kirsa, pul sentyabrda tushishi mumkin. Odam buni mendan pulni olib qo'yishdi deb tushunadi. Ammo amalda ma'lumot kech almashgani uchun to'lov surilgan bo'ladi. 4-misol, fuqaro pensiyasini boshqa viloyatga ko'chirgan. Eski tumanda pensiya ishi yopilishi yangi tumanda ochilishi kerak. Agar eski tumanda ortiqcha to'lov aniqlansa yoki hujjatlar to'liq raqamlashtirilmagan bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Bu vaqtda fuqaro ikkala tomonga ham murojaat qilmasa, ish ko'rib chiqilmoqda holatida qolishi mumkin. Endi odamlar ko'p adashadigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, tasdiqlandi degan so'z har doim pul ertaga tushadi degani emas. Tasdiqlanish bu huquq tan olindi degani. Pul tushishi uchun esa to'lov reyestri, moliyalashtirish, bank o'tkazmasi va karta qabul qilishi kabi bosqichlar bor. Har bir bosqichda alohida kechikish bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, agar pul bir necha oyga kechiksa, hamma vaqt ham bir yo'la to'liq summa tushavermaydi. Ba'zan qarzdorlik bo'lib to'lanadi. Ba'zan faqat amaldagi oy tushadi. Oldingi oylar bo'yicha qayta hisob alohida reyestrga kiritiladi. Masalan, 3 oy nafaqa kechikdi. Har oy 6.000 so'mdan bo'lsa, odam 1.800.000 so'm kutadi. Lekin birinchi tushum 600.000 bo'lishi mumkin. Qolgan 1.200.000 keyingi reyestr bilan keladi. Bu noto'g'ri degani emas, lekin siz albatta yozma ma'lumot so'rashingiz kerak.
Qaysi oylar uchun to'landi, qaysi oylar qarzdorlikda qoldi. Uchinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov aniqlansa, keyingi to'lov ushlab qolinishi mumkin. Masalan, fuqaro bir vaqtning o'zida ikki turdagi to'lovni olgan, keyin tizimda bu to'lovlardan biri noto'g'ri tayinlangani aniqlangan yoki pensiya miqdori xato hisoblangan. Bunday holatda jamg'arma keyingi oylarda ma'lum qismini ushlab qolishi mumkin. Odam nega kam tushdi deb o'ylaydi. Shuning uchun har bir kamayish bo'yicha rasmiy izoh talab qilish kerak. 4-nozik jihat. Oilaviy tarkibdagi o'zgarishlar. Bola puli, moddiy yordam, bo'g'ichisini yo'qotganlik nafaqasi kabi to'lovlarda oiladagi har bir o'zgarish muhim. Kimdir ishga kirsa, kimdir ro'yxatdan chiqsa, bola 15 yoshga to'lsa, talabalik ma'lumoti yangilanmasa, nikoh yoki ajrim holati bazada aks etmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Bu yerda odam men hech narsa o'zgartirmadim deydi, lekin tizim bazadan o'zgarishni ko'rgan bo'ladi. 5-nozik jihat. Bank SMS xabarnomasi kelmasa ham pul tushgan bo'lishi mumkin. Ba'zan SMS xizmati ishlamaydi. Telefon raqami eskirgan bo'ladi yoki bank ilovasida yangilanish kechikadi. Shuning uchun faqat SMS ga ishonmang. Bank ilovasida hisob varaq tarixini tekshiring yoki bankdan hisob harakati bo'yicha ma'lumotnoma oling. 6-nozik jihat. Og'zaki javob bilan cheklanib qolish eng katta xato. Kutib turing, holi tushadi, ro'yxatda bor. Toshkentdan kelmayapti degan gaplar sizga huquqiy kafolat bermaydi. Agar kechikish bir oydan oshgan bo'lsa, men doim yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. Yozma murojaat bo'lsa, tashkilot muddat ichida javob berishga majbur bo'ladi. Og'zaki gap esa ertaga inkor qilinishi mumkin. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar pulingiz kechiksa, qadamlarni tartib bilan bajaring. Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqami faolmi? Sizning FISH va pasport ma'lumotlaringiz bankda to'g'ri ko'rsatilganmi? Shularni aniqlang. Bank ilovasidan ko'ring, agar tushunmasangiz, bank filialiga boring. Menga pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha pul o'tkazilishi kerak edi. Hisobim faolmi? Qaytgan o'tkazma bormi deb so'rang. Iloji bo'lsa, bankdan yozma ma'lumot yoki kamida hisob varaq harakati ko'chirmasini oling. Ikkinchi qadam, to'lovni tayinlagan organga boring. Pensiya bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga. Bola puli moddiy yordam bo'lsa, mahalla orqali va tegishli ijtimoiy himoya organi orqali holatni aniqlang. Nogironlik nafaqasi bo'lsa, tibbiy xulosa tizimga tushgan tushmaganini ham tekshirish kerak. U yerda shunchaki pulim tushmadi demang. Aniq savol bering. Mening to'lovim qaysi oylar uchun hisoblangan, qaysi reyestrga kiritilgan, bankka yuborilganmi? Agar yuborilgan bo'lsa, qaysi sanada? Agar qaytgan bo'lsa, sababi nima? 3-qadam hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'ladi: pasport yoki ID karta nusxasi, bank kartasi rekvizitlari, ariza nusxasi yoki ariza raqami, pensiya yoki nafaqa tayinlanganligi haqidagi ma'lumot. Agar bor bo'lsa, SMSlar skrinshoti, bankdan hisob harakati ko'chirmasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, staj bo'yicha muammo bo'lsa, mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotlari. Hujjatlar qancha tartibli bo'lsa, masalani hal qilish shuncha osonlashadi. 4-qadam, yozma ariza yozing. Arizada hissiyotga berilmang, aniq va rasmiy yozing. Masalan, men falon turdagi to'lovni olaman. 2024 yil mart, aprel va may oylari uchun to'lovlar bank kartamga kelib tushmadi. To'lovlar hisoblanmagani, reyestrga kiritilmagani. Bankka yuborilmagani. Agar yuborilgan bo'lsa, qaytmaganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Qarzdorlik mavjud bo'lsa, uni qaysi muddatda to'lab berish bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizaga sana qo'ying, imzo qo'ying, nusxasini o'zingizda qoldiring. Qabul qilgan xodimdan kirim raqami olishni unutmang. 5-qadam, agar javob berilmasa yoki javob noaniq bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Buni shoshilmasdan, lekin qat'iy qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi mas'ul organ yoki elektron murojaat portallari orqali yozing. Murojaatda oldingi ariza raqamini ko'rsating. Men falon sanada murojaat qilganman, ammo aniq javob ololmadim deb yozing. Har bir bosqichda hujjat nusxalarini ilova qiling. 6-qadam, agar muammo bankda bo'lsa, bankdan rasmiy javob oling. Masalan, to'lov qaytgan bo'lsa, qaysi sabab bilan qaytganini bank aytishi kerak. Hisob yopilganmi? Karta bloklanganmi? Rekvizit mos kelmaganmi? Bu ma'lumotni olib pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy to'lov organiga topshirsangiz
ular qayta yuborish jarayonini tezlashtirishi mumkin. 7-qadam og'zaki va'da bilan to'xtamang. Keyingi oy tushadi deyishsa, qaysi oylar uchun, qaysi sanada, qaysi reyestrda deb so'rang. Chunki siz uy byudjetini rejalashtiryapsiz. Agar 3 oy pul kechiksa, bu oddiy noqulaylik emas. Bu dori olish, oziq-ovqat xarid qilish, ijara yoki kredit to'lashga bevosita ta'sir qiladi. 8-qadam. Agar ortiqcha to'lov yoki ushlab qolish bo'lsa, hisob kitobni talab qiling. Sizga qarzdorlik bor deyishlari mumkin. Lekin qancha, qaysi davr uchun, nima sababdan, qaysi hujjat asosida bularni bilishga haqlisiz. Hisob kitob jadvalini so'rang. Agar rozi bo'lmasangiz, e'tiroz yozing va tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eting. Men amaliyotda odamlar qiladigan bir nechta xatoni ko'p ko'raman. Birinchi xato faqat mahalladan javob kutish. Mahalla muhim bo'g'in, lekin hamma pulni mahalla o'tkazmaydi. Pul qaysi organdan chiqayotganini aniqlash kerak. Ikkinchi xato eski kartani yopib, yangi karta ma'lumotini bermaslik. Har safar bank kartangiz o'zgarsa, to'lov organiga rekvizitni yangilash kerak. Uchinchi xato ariza holatini tekshirmaslik. Topshirdim bo'ldi deb ketish noto'g'ri. Ariza ro'yxatga olinganmi, ko'rib chiqilganmi, qo'shimcha hujjat so'ralganmi, bularni bilish zarur. 4-xato muddatni o'tkazib yuborish. Ba'zi to'lovlarda hujjatni vaqtida yangilash kerak bo'ladi. Masalan, talabalik ma'lumoti, nogironlik xulosasi, oilaviy tarkibdagi o'zgarishlar. Kech topshirsangiz, to'lov ham kechikadi. 5-xato telefon orqali aytilgan gapni dalil deb o'ylash. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma javob oling. Yozma javob keyingi bosqichda sizni himoya qiladi. Demak, PJ hisoboti yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha pulning bir necha oyga kechikishi doim ham pul yo'q degani emas. Ko'pincha sabab reyestr yopilishi, bank rekviziti, elektron bazalardagi nomuvofiqlik, qayta hisoblash. Hujjat yetishmasligi yoki to'lovning qaytib ketishida bo'ladi. Eng muhimi kutib o'tirmaslik, sababni aniq topish. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l avval bankni tekshiring. Keyin to'lovni tayinlagan organdan reyestr va hisob kitob holatini so'rang. Hujjatlarni to'plang, yozma ariza bering. Javob noaniq bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Shunda muammo kutib turing darajada qolmaydi, rasmiy jarayonga kiradi. Agar sizda ham pensiya, nafaqa, bola puli yoki boshqa ijtimoiy to'lov bir necha oyga kechikkan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi to'lov necha oy kechikdi? Sizga qanday javob berishdi? Boshqa tomoshabinlar ham o'z tajribasidan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Keyingi videolarda yana shunday muhim moliyaviy va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirib beraman.